Mana shu kalta nimalar bor, aytib qo'yinglar, qanaqa messenjer edi. 30 sekundlik kelaveradi, bunday qilsa chiqaveradi, nima edi? Hammasi esli bo'lib turibdi, xuddi bilmaydigandaqa. Katta odamlar ham o'sha telefonga mashina mod olib yarim soatlab, 1 soatlab o'tiradiganlari bor. Qaranglar-da, uyat. Endi nimasi achinarli? Yarim soat mod olib o'tirdi, o'lib ketsin, bitta bir foydali narsani olgan bo'lsa. Yarim soat mod olib o'tirdi, ne qarasa, kallasa biron narsa qolmaganda. To'g'rimi? Do'st o'ziga tortuvchi bo'ladi. Do'st erishituvchi bo'ladi. Baqiroq odamlar bilan ulpat bo'lsa, siz ham baqiroq bo'lib qolasiz. Endi qarang birodar, atrofingizda shunaqa siz u bilan o'tirsangiz, qalbingiz taskin topadigan ulfatlardan nechta bor? O'zi umuman bormi bunaqa odam? Shuning uchun aytiladi, holi seni Allohga chaqiradigan, so'zi senga Allohni eslatadigan insonni o'zingga do'st tut. Aqli rojih, qalbida sakinati bor odamni do'st tutsang, saodat topasan.